Yo bola, barchalarga salom, sizlar bilan men o'sha Rayzo va mana yangi videolarimga xush kelibsizlar bola. Obunachilar, qarochi bugungi videomizda biz juda ham ajoyib bo'lgan o'yin o'ynaymiz. Qarochi videoni boshlashimizdan oldin albatta videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Qani unda biz videoni boshlaymiz. Xo'p do'stlar, bugungi videomizda biz mana bunaqa mototsiklda biz yurib eng qimmat brendlarni bazamizga olib kelishimiz kerak. Albatta sizlar videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar. Qani let's go. Tak bu yerda eng qimmat brendlarni olib, masalan mana 14 kalik brendni olamiz va bizani mana bunaqa qop qora boshlar, mana bunaqa kallalar quvalaydi. Qarochi biz bulardan qochib brendlarni bazamizga olib kelib qo'yishimiz kerak do'stlar. Hop, sizlar videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Qani unda hop bu brendni kuchaytirsak bo'lar ekan bu yerdan. Yaxshi. Tak endi pullarni yig'ib biz upgrade'dan biza speedimizni bu yerdan speedimizni va bu yerdan boost, ya'ni tepaga ko'tarilishimizni kuchaytirsak bo'lar ekan. Yaxshi. Xo'p, tak. Endi yana ozgina pullarni yig'ib oldik va yana ozgina kuchaytirib olamiz va undan keyin xo'sh, buni kuchaytiramiz. Buni ham tak bo'ldi. Ana endi biz endi ko'ramiz, tak keyingi zonaga chiqa olar ekanmizmi ko'ramiz. Tak qani. Hoppa, yaxshi bola chiqdik. Tak bu yerda eng qimmat brend qaysi biri? Tak qochib tur. Tak bu yerda 97, uy mana 160 kalik brend yo do'stlar. Davay, opana o'tdik. Qani let's go. Davay bazamizga o'tib oldik va mana keldik bolalar. Davay. Bu brendimizni ham endi bazamizga qo'yib qo'yamiz qarochi. Tak bolalar, yaxshi. Xo'p do'stlar, sizlar ham shunaqa videolarimda chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga o'zingizlarning niklarini yozib qoldiringlar bolalar. Tak bolalar, qani. Okey. Tak bizda уже 2 million bo'lib ketdi-yu, yo-mayo. Tak buni kuchaytiramiz. Yaxshi, 211 k beryapti. Endi biz bazamizni maksimalni kuchaytiramiz. Xo'p, bu yerda baza kuchaytirsak ham bo'lar ekan. Yaxshi. Tak bizda hozir 2,1 million bor. Bunga biz speedimizni va boostimizni kuchaytiramiz. Qani. Tak yana ozgina pullarni yig'ib olaylik. Davay. Endi yana biz mototsiklni minib yana birini topib kelishga go. Tak bu yerda 20 k. Uy, buni qaranglar bolalar, 439 klik birini topib oldim. Yaxshi. Go. Qani. Sekin bunaqa chekkadan o'tsak bizaga xalaqit bermaymiz ekan. Yaxshi, buni qo'yamiz. Okey. Bu yerda reverse sak bo'lar ekan. Hoppana, yaxshi. Reverse ham qo'yardik. Tak yana reverse sak bo'lar ekan. Yaxshi. Endi 40 millionda reverse qilar ekanmiz. Okey bolalar. 40 millionda reverse qilamiz ekan. Tak. Bularni kuchaytirib yuboraylik. Xo'p. Buni qaranglar bolalar, bu 6 million beradi endi bu sekundiga. Yaxshi, bu 6 million. Tak 23 million bo'ldi bizada. Hozir bunga biza yana speedimizni, boostni ham kuchaytirishimiz kerak. Davay speed. Tak pulimiz qolmabdi-yu, davay. Endi yana bitta brend olib kelamiz. Qani, let's go. Davay. Keyingi bazaga chiqishga harakat qilamiz. Hoppana, uy chiqdik bolalar, yaxshi. Tak bu yerda eng qimmat brend mana bu yerda 1,8 million. Ha, mana shu ekan, 1,8 million ekan eng qimmati. Davay. Buni endi bazamizga olib qo'yamiz bolalar. Sizlar ungacha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Biz tezroq 1000 ta obunachiga erishishimiz kerak. Davay. Bizda 3,6 million bo'lib ketibdi. Yaxshi. Reverse qo'yardik biz chunki. Tak davay 3,6 millionlik brendni olib, endi biza bazamizni cho'tga qilib kuchaytirib tashlashimiz kerak. Davay 6,2 million bo'ldi. Xo'p, bu yerda 40 millionga reverse qilar ekanmiz. Yaxshi. Uy, mana o'zi. Tak keyingi reverse 800 millionda ekan. Yaxshi. Endi biz 800 million yig'ishimiz kerak. Nur reverse nimaga kerak bilmadim. Lekin mana bu brendlarimizni kuchaytirib berishga yordam beradi. Davay. Yana biza speedni kuchaytiramiz. Boostni ham kuchaytiramiz. Tak. Mana buni ham qo'yaylik. Davay. Endi yana biza birini olib kelamiz. Uy, buni qaranglar. Endi juda ham tez yuryapti bizning mototsiklimizda. Hoppana, yaxshi bola. Davay, keyinga chiqishga harakat qilamiz. Hoppa, yo-mayo do'stlar, chiqa olmadik afsuski.
Tak. Bu yerdan endi yana eng qimmat brenotni olib ketishimiz kerak. Eng qimmat brenot. Qani boyagi 1 millionlik brenotlar yo'q bo'lib ketdimi? Tak, mana Mateo'ni olib ketamiz 994 dollarga. Mateo, davay. Biz endi bu yo'lda Kerrini ham kuchaytirishimiz kerak, chunki biz Kerrini kuchaytirsak ikkita brenot olib kela olamiz. Bu yerda mana Kerri 5 millionga pulimiz yetmas ekan. Davay bolalar, mana buni endi bazamizga yopib qo'yamiz. Buni ko'rdinglarmi? Mana 2,5 million bo'lib ketdi qo'limga tushganda. Boya 994 k edi. Yaxshi ko'rdinglarmi bolalar, shuncha pulimiz yig'ilib ketdi. Davay endi mana buni kuchaytiramiz. Mana bu chotki kuchayadi. Hop, ko'rdinglarmi? Maksimalni 112 million bo'lib ketdi. Davay. Endi yana brenotlarni olib kelamiz va bazamizni to'ldirib tashlaymiz. Xo'p, bu yerda ikkinchi qavat bor ekan. Ikkinchi qavat hali ochilmabdi. Mana shu birinchi qavatni to'ldiramiz. Juda ham qimmat brenotlarga. Tak. Biz hozir Kerrini ham kuchaytirib tashlaylik. Kerri. Tak, keyingisi 500 million ekan. Bizning pulimizga yetmasligi aniq. Davay, bossni kuchaytiramiz. Voy, speedga pulim yetmas ekan. Davay, yana bitta borib keldik. Endi ikkita brenot ola olamiz-ku. Tak, go. Yaxshi, qani bolalar. Sizlar like bosmadinglar hali. Davay, like bosib qo'yinglar. Oppandan ko'rdinglarmi bolalar? Bu yerda 15 millionlik brenot topib oldim. Va bu yerda shu 7 millionlik brenot, yaxshi ikkita brenot oldik. Va endi bazamizga suramiz bolalar. Go. Davay. Xo'sh. Davay. Mana keldi bolalar. 9,2 million bo'lib tushdi mana qo'limga. Mana bu esa 38 million bo'lib tushdi. Yo do'stlar. 38 million. Okey bolalar, mana o'sha bilanda 4B, ya'ni milliard bo'ldi. Davay reverse qilib Tak, endi yana ozgina pullarni yig'ib olaman va endi biz yana upgrade qilamiz. Davay, yana bitta Kerrini kuchaytiraylik 500 millionga. Davay. Qolganiga endi speedni kuchaytiramiz va bossni ham kuchaytiramiz. Davay endi bolalar, yana borib kelamiz. Ovozimga e'tibor bermaysizlar do'stlar, ovozim shamollab qo'yganman, chiqmayapti ovozim. Tomog'im og'riyapti. Tak, bu yerda uchib yetdi, 21 million do'stlar. Keyingi bazaga chiqa olar ekanmanmi, ko'raylikchi. Voy, yo'q, chiqa olmas ekanman. Davay, mana bu qanidi? Mana buni olib suramiz ekan. Mana buni ham olaylik, 709 million. Davay. Bularni endi bazamga olib borib qo'yaman do'stlar. Sizlar maksimalni like bosib, obuna bo'lib, kommentariyalarni bomba qilib tashlanglar bolalar. Tak, mana keldik 23 million. Yaxshi, 23 million bo'ldi. Tak, bizning bazamizda to'lib qoldik-ku. Davay, bazamizni kuchaytirishimiz kerak. Bazani ham kuchaytirib tashlaylik. Tak, bo'ldi, pulimiz qolmadi. Endi biz hamma pulimizni yig'ib olib, davay, hamma pulimizni yig'ib olib, endi ikkinchi qavatga biz men bu brenotni qo'yamiz. 64 millionlik brenotimiz bor bizning. Tak, buni kuchaytirsak bo'lar ekan. Davay. Qani maksimalni kuchaytirib ko'ramiz. 105 million beryapti, ko'rdinglarmi bolalar? 105 million sekundiga. Qani endi hamma pulni yig'ib olib, upgrade'ni bosib, keyin tepasiga chiqa olarmizmi? Buni qaranglar, tepasida, eng tepasini qaranglar bolalar. Tak. Biz yana upgrade qilishimiz kerak. Maksimalni mana buni kuchaytirishimiz kerak, bossni. Undan keyin mana bu speedni kuchaytirishimiz kerak. Yaxshi, buni qaranglar. Voy, dushi. Qani. Uy, bolalar, chiqdik mana. Tak, bu yerda eng qimmat brenotlarni olib kelish 40 million do'stlar. 48 million. 40 million va 48 million. Bu yerda 30 millionlik brenot ham bor ekan. Yaxshi, buni ham oldik. Bu yerda 25 millionlik brenot bo'ldi, ola olmaymiz ekan. 3 ta kerrimiz bor ekan. Davay bolalar, endi bazamizga qaytamiz yana. Davay. Hoppana, yaxshi va kelib oldik bolalar. 90 millionlik brenot.
145 millionlik Brainrot. 120 millionlik Brainrot. Yo valla. Ko'ryapsizlarmi? Voshshe. Davay bularni maksimalni kuchaytirib tashlaylik. Qani. Okey, valla buni qaranglar, 367 million bo'lib ketdi. Tak. Endi mana buni ham kuchaytiramiz. Davay valla. Mana buni ham kuchaytirib tashlaymiz. Yaxshi bo'ldi. Pulimiz yetmay qoldi. Tak, endi hamma pulni yig'ib, mana buni kuchaytiramiz. Davay. Qani. Oppanna 197 million bo'lib qoldi. Yaxshi. Tak, endi mana buni ham kuchaytiramiz. Tak, bu qancha? 146 million. Yaxshi. Okey, valla, davay. Endi pastdagi brainrotlarni ham kuchaytirish kerak. Juda ham arzonlarni sotib yuboramiz. Tak, masalan, mana buni. To'xta. Mana buni. Yaqinlashib tur. Sel, mana F ni bosib sel sotib yuboramiz. Yaxshi, kerak emas. Bu 12 million. Mana buni sotib yuboramiz. Mateo. Tak, keyin mana bu yerda mana buni sotib yuboramiz. Mana buni, bularni ham sotib yuboramiz bolalar. Arzonlarni. Tak. Bu nima? Buni qo'yish kerak joyiga. Okey, bolalar, qani endi biza hop maksimalni kuchaytiramiz endi. Hamma brainrotimizni mana shularni ham hammasini kuchaytirib qo'yamiz va undan keyin chotki bo'ladi bolalar. Qani. Hop, bu yerda 100 million qilib qo'yamiz bolalar. Qani. 100 million qilib qo'yamiz. Davay. Mana 100 million bo'ldi. Endi mana buni ham 100 million qilamiz. Hop, mana bu ham 100 million bo'ldi. Endi buni ham 100 million qilamiz. Qani, davay. Okey, bolalar. Hop, 70 million. Voy, pulimiz yetmay qoldi. Davay, pullarni yig'ib olamiz va yana kuchaytirishda davom etamiz. Yana pulimiz yetmay qoldi. Ikkinchi qavatdan biz pul yig'ib kelaylik. Tak, mana bunaqa qilamiz. Okey, mana уже 96 milliard pulimiz turibdi ekan bu yerda. Davay. 100 million. Buni ham 100 million qilamiz. Bu 100 million bo'lmas ekan. Короче, bu shunda qolib ketdi. Chunki buni kuchaytirish juda ham qiyin. Juda ham qimmat. Hop, bolalar, mana ko'ryapsizlar, bizda o'zi eng qimmat brainrotimiz qancha? Bu yerda 120 million. Voy. 120 million. Bu yoqda mana eng qimmati 367 million bo'ldi bolalar. Xo'p, videomizni shu joyda tugatsak ham bo'ladi. Do'stlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat. Albatta videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Rayzo bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha